Kecha iftorga tayyorlagan taomimni hech kim yemadi. Bir qozon taom shundayligicha qolib ketdi. Hamma ayb shu salatda. Shunaqa ham mazali bo'ladimi? Ha mayli, shu aybdor salatni sizlarga ham o'rgatib qo'yaman. Bir maza qilib iste'mol qilinglar. Bodringni yupqa qilib, parrak-parrak qilib to'g'rab olasiz. Tuzlangan bodringni ham xuddi shunday qilib to'g'rab olamiz va yaxshi ko'rib yeydigan siringizdan foydalanasiz. Pomidorni ham parrak qilib to'g'rab olamiz. Asl barakani halol, mazali tovuq ruletidan foydalanamiz. Tovuqdan tayyorlangan bu go'sht salatga yanada o'zgacha maza beradi. Alohida idishga tuxumlarni chaqib olamiz. Tabiga ko'ra tuz, murch qo'shamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Qizigan tovaga tuxumlar yopishib qolmasligi uchun bir osh qoshiq yog' solamiz va oz-ozdan solib, quymoq qilib pishirib olamiz. Tayyor bo'lgan quymoqlarni yupqa qilib, parra qilib to'g'rab olamiz. Bilasizlarmi, mayonezli salatga quymoq qo'shsa, juda ham mazasi o'zgacha bo'ladi. Endi hamma to'g'ralgan mahsulotlarimizni bir idishga solamiz. Salatimizga yanada maza beradigan salat barglarini qo'lda maydalaymiz va ustiga mayonez solib, salatimizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana 15 daqiqada mazali salat tayyor bo'ldi. Agar sizga retsept yoqqan bo'lsa, bittagina yurakchani bosib qo'ying, xursand bo'laman. Sahifamga o'tsangiz, bundan-da ko'p retseptlarni topasiz. Agar ishtahangiz ochilsa, Robiyangizniki iftorga kelasiz.